Bu qancha oldi ekan buni? 80 ming so'm. Bemi bu? Ha? O'ta cho'ng ekan. Ko'ringizlar, Do'stlik kanali ko'ruvchilari, biz sizlarga bugun Jonliovqatdagi bejana to'y, Qorabayir otlarini sizlarga tortib ko'rsatamiz. Sizlar bizning kanaldan Olstovoy klass bosib turingizlar. Bugun 17 noyabr 2021-yil. Mana ga. Real dubolarda ko'rib turingizlar, bilib turingizlar. O'ta cho'ng ekan mana ga. Bu beni qancha otasiz? 70 ota. 70 Pishti bayta. Pishti bayta olgan mana ga. Bo'g'ozi o'cha qisir bir shunda. Güzellerden 70 ming so'm ekan. Beni ko'ringizlar. Mana ga. Qancha dedingiz bularda? 50 ming so'mdan ekan mana ga. Qorabayir qancha jash bo'lib qoladi shunda o'ko? Poltarashka ekan mana ga. Toza Qorabayir a? Toza Qorabayir ekan. 50 ming so'm. Aka o yerda cho'ng otlardir. Ko'rolishi. Qancha so'mdan, qanchadan sotiladi? Jo'qshi toylar qancha so'mdan? Bular 35 ta kam bor, urg'ochlar. 35 ming so'm urg'ochi. Bular Erkeklar 37 ming so'mdan mana ga. Jashi qancha bo'lib qoladi shunda? Jashi. Poltarashka. Poltarashkalar ekan mana ga. Mana bu yerda da qancha otasiz ekan buni? 150 ming so'm. Qanday parada bo'lib qoladi shunda? Org'in. Org'in ekan. Bergan kanalingiz. Jashi qanchada? 1,5 jashar ekan mana ga. Ya Do'stlik kanali bo'yicha. Do'stlik kanali. Ko'ringizlar, geldi bolalarda. Ya qanchada otasiz to'yda? 40 ming so'm. 40 ming so'm. Ya beni qancha dedingiz? 90 ming so'm. Bu bolasi va? Oldi abi. Oldi abi. 90 ming so'm. Bo'g'oz bu qisir va? Qisir. 90 ming so'm ekan mana. 90 ming so'm. Assalomu alaykum. Otning kuchli qancha otasiz? 150 ming so'm. Parodas qanday qoladi shunda aka? Bishkek mana ga. Toza Bishkek. Sotiladi. Qanchada otasiz buni? 200 ming so'm. Nomerni qoldirasizmi? Qoldirmaysiz a? Mana ga. Otning kuchli ekan, chinda o'lacha. Turishlari, stoykalari safim kuchli ot ekan. Bishkek parada ekan. To'qsir. To'qsir. Qanchada otasiz ekan ot? 170 ming. Parada qanday qoladi shunda? Qorabayir. Mana ga. Ulog'i bor. Ulog'i bor yo'qmi shunda? Yo'q. Jonasi. Sizniki qanchada otasiz? 170. Bu ham Qorabayir. Mana ga. Qorabayir ekan. To'qsir, qanchada otasiz? Rossiya bu? Rossiya 170 ming so'm. Mana ga. Ko'rsatib o'taymi? 170 ming so'm ekan. Rossiya. Bu qancha da'vat turadi mana aka? 50 ming. Minggacha boqqanman. Bizlar? Ha, 1,5 Yomon berganiga qarab. Aka qancha dedingiz Qorabayir? 90 ming so'm mana aka. Qancha jashda bu? 4 jashar ekan. Pishdi. Mana. Real dubolarda. Sen qancha otasiz? Yo'q, qancha? 70 ming so'm mana aka. Chavandas pulosini qo'yman desam. Assalomu alaykum aka. Qancha dedingiz? 150 ming so'm. Bu neler bor aka shunda? İşi bormi? Jashmi? Jash qancha? Mingga mes ekan bu. Mana bitta kuchli otlar chiqib tur. Siz qancha dedingiz?
200 ming so'm mana aka. Bu qancha yashar sonda? Jozg'a 3 ekan. Ya otdan tayda qolib ketmaysizmi? Jozg'a 3 dedingiz a? Telefon nomeri qoldirasiz aka? 0706 0706 65 31 65 04 ekan mana aka. To'g'ri, garantiya ota, densoligi zim. Jeshtari jo'qchi deydi. Olsa o'ta yaxshi. Kim olsa yuradi deganda, ama Ishlar minib yuramanmi? Ishlar minganda. Keling, mana pul qancha ayting? Qaysi kanal? Do'stov kanali. Do'stov. Bozorda turamiz ama uyda emas. Bosma ayting desam aytmaydi. Qaysiga berdi? Qoraqo'mi? Ha? 45 ming so'm. 45 ming so'm. Mana jo'q shot bog'da kelajakda. Bo'ylarda boshqacha ekan. Bu qanchada otib turamiz, ha? Do'stim, qanchada otasiz otda? 120. Qancha yashar shunda? 5 ekan mana. 5 ekan. Qancha deydi? 200. 200 ming ekan bu. Bu qancha yashar shunda? 7 yashar. Ulog'i bor-da? Uyuri bor. Garantiya. Garantiya. Parodoz qanday qoladi shunda? Qorabayir. Telefon nomerni qoldiraylik aka. Aytingchi. 502 65 57 57. Mana toza qorabayir ekan. Bor jo'g'i bor deydi. Qancha deydi buni? 200 ming deydi. Toza dehqon olganda. Siz qanchada otasiz aka? 180 ming so'm mana aka. Jashi qancha qoladi shunda? 6? 6 ekan mana aka. Zo'r. Qorabayir o'xshaydi-a? Qorabayir. Telefon qoldiramiz aka? Ayting aka. 0507 26 55 50 nomerga chalingizlar, silashingizlar. Shu ot joqqan bo'lsa, aylantirib qo'yinglar bir. Ulog'da garantiya deydi mana aka. Bor jo'i bor ekan. Ko'ringizlar, ot bol beringizlar. Buni qanchada? 180 ming so'm. Aka ot qancha dedingiz otda? 150 ming so'm ekan mana. Tekshda ot bo'g'la ya. Jash qanchada aka? 3 yoshmi? Telefon nomingiz berasiz aka? Qoldirib qo'yaylik. Olib ketdi. Aka sizniki qanchada otasiz onu? 120 da otat. Mana 120 ming so'm ekan. Assalomu alaykum aka. Uloq zo'r bo'ldi kecha? Ya uloqdi ya. Qancha aka bular? Qanchadan aka to'ylar? Qancha deydi? 46 dan deydi. Çok şulba qoldi. Ya bu to'yni qancha dedingiz? 120 ming so'm, ha? Parodoz qanday qoladi? Bishkek, Org'on. 120 ming so'm ekan mana aka. Chorsagan ota. Qanchadan otasiz aka? Aytib qo'yingda senasini. 35 ming so'm ekan. Hop. Ha? 34 ming so'm berdi mana aka.
Qancha bo'ldi? Bu boyim bo'ldi. Ha. 70 mingga berganim. Qanchaga? 70 ming so'm berdi. Qaysi kanal bu? Do'stlar. Hisoblardan buyur. Muratbay, qaysi? Aka do'stlar, bog' bermaydilar. Katta ekan. O birodar, toylar qanchadan aka? Sen olsin aytib qo'ying. Sen olsin aka. 25 ming so'mdan aka. 25 ming so'mdan. Do'stim toyni qanchadan olsin? 35 kam bor deydi. 35 ming so'm kam bor ekan aka. Aka, sizlar bilan Do'stov kanali bo'ldi. Sizlar bizning kanaldan olsavoy like bosib turingizlar do'stlar.